Qarmoqqa ligiz ketgan, ko'rkam ham quvvatli bo'lgan turk samsi qilishni o'rganib oling. Usuли intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasiz. Qinamsa birlik tuguni. Avval 300 gram unga 3 gram tuz, 5 gram ko'ptirgich, seriq may yoki uyanglarda kuydirib tayyorlab olgan qo'yning quyruq maydan bir qo'shiq selvitimiz, quvvatliroq yeydisangiz bir atal tuxum chiqib xamir qilib olamiz. Xamirimizning cho'ng bo'shliqini lag'mannikidek sug'urib tayyorlab olsak bo'ldi. Diqqat qildigaysizlar, xamirga yaxshilab 10 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Bunun qiymasini sal alaydirək tayyorlaymiz. Agar uyda qor go'shi bo'lib qolsa, qor go'shtini tayyorlasanglar bo'ladi. Yoki qo'y qo'rg'isi bo'lib qolsa, ushaq chanab qo'riq qilsaqmi ajoyib o'xshaydi va. Endi videoda ko'rsatgan bo'yicha qiymamizni bek ushaq qilib atmaymiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha sal cho'ng'aroq qilib qiyma qilib olamiz. Bunun qiymasini sal ranglikroq chiqarish uchun qizil laz, ko'k laz azroq yon yo'llardan to'g'rib etamiz. Tamdirdim azroq to'g'rib atdim. O'zinglarning ehtiyoji bo'yicha yoqtirmasanglar, samsanglar bo'ldi. Endi buning tam qurishlaridan azroq kava uchun uni, laz uni, ezilgan zira, ezilmagan zira. Endi mingul yeshil o'lchimidagi tun siqim sap zarangiz yig'idan qo'yib, yarim piyola atrofida suv qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Mingul markasidagi maylarimizga har qaysi joylardan vakolat qabul qilamiz. Qiziqchilar ayrim uchir qiling. Endi xamirimizni ikkiga bo'lib, kichik zo'liq qilib olamiz. Xamirimizni o'ylatmaymiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha birni cho'ng, birni kichik holatda zo'liq qilib tayyorlab olamiz. Ishlatayotganim oshxona buyumlar sohasida oldin qo'rintiradigan Nazifa markasidagi yuqori zishliqdagi suv so'mirib olmaydigan, yuvish oson bo'lgan bakteriyaga qarshi turish roli bor ambal. Oshxonangizda Nazifa uzilmasin. Endi xamirning ustiga tayyorlab olgan qiymamizni liq silib, ustiga jil tepib, videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar, do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni chiqarib berish uchun kunda tirishman. Qo'llash ustining inkas rayonigachi haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Endi oldin qizitib olgan kavshog'ning 180 gradusda 40 minut atrofida pishirib olamiz. Mana ko'rib turganinglardek o'xshagan turk samsimizni tayyor bo'ldi. Mayli mehmonga chiqing yoki oilada bolalaringizga aytib bering. Rangiga qarab migiz kelib ketadigan, ishtayi ichilib ketadigan mushundaq o'xshagan turk samsi qilishni o'rganib oldingizmi? Vaqtida tamoq yeyishni unutmang. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.